ko'rgan bo'lsanglar kerak, Turkiyada ba'zi shirkatlar xorijliklarni ro'yxatga olish uchun, ya'ni propiska qilish uchun yopiq mahallalar ochildi deb video qilyapti. Lekin men bunga rasmiy xabar topa olmadim hech qayerdan izlab. Ma'lumot uchun 1100 tadan ziyod mahallalar xorijliklarni ro'yxatga olish uchun yopiq. Turmush o'rtog'i yoki farzandi yoki yangi tug'ilgan farzandi ba'zi ishlash ruxsatnomalari va ba'zi talaba yashash ruxsatnomalarini ro'yxatdan o'tkazsa bo'ladi. Yopiq mahalla o'sha xorijliklar soni 20% dan oshganda o'sha mahallani xorijliklarga ro'yxatga olish uchun yopilganda aytiladi. Go'ch idorasi 2 marta bu narsani e'lon qilgan, ikkita ro'yxat bergan. Shundan keyin ro'yxatlarni yangilagan yo'q. Mana bu mahalla yopildi ham demadi, ochildi ham degani yo'q. Rasmiy saytlarda, rasmiy manbalarda. Misol uchun Istanbul, Fatih, Aksaray mahallasi ayni paytda xorijliklarni ro'yxatga olish uchun yopiq. Ma'lumot uchun. Agar sizlarda rasmiy manba bo'lsa, qayerdandir ko'rgan bo'lsanglar, menga tashanglar lichkamga. Faqat odamlarning videosini emas, men shirkatlarning videolariga ishonmayman, rasmiy saytlarda chiqqan xabarni ko'rmasam.